Retseptsiz dorilar haqida. Qanday retseptsiz dori-darmonlarni maslahat berasiz? Eng ko'p savol: O'zbekistondan mahalliy dori sotib olishim mumkinmi? Protsin yoki parasetamol kabi retseptsiz dori-darmonlar, ya'ni asetaminofin eng xavfsiz variant. Protsin yoki parasetamoldan foydalanganda kuniga 2000 mg dan ortiq foydalanmasligingiz kerak. Agar bitta tabletka 500 mg bo'lsa, siz kuniga 4 ta tabletkadan ko'p qabul qilmasligingiz kerak. Bu xavfsiz chegara. Kombiflam yoki nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarni ishlatmasligimiz kerak, chunki ular buyraklarga ta'sir qiladi. Takroriy muz ham buyraklarga ta'sir qiladi. Shuning uchun ular birgalikda buyrak shikastlanishini hosil qiladi. Endi esa antibiotiklar. Eritromitsin kabi ba'zi antibiotiklarni qabul qilish tendensiyasi mavjud. Eritromitsin to'g'ridan-to'g'ri takroriy muz bilan o'zaro ta'sir qiladi va takroriy muz darajasini oshiradi. Shuning uchun bu dori mumkin emas. Shifokor tavsiya qilgan boshqa xavfsiz antibiotiklar azitromitsin yoki penisilin guruhi dorilari mumkin. Ular boshqa antibiotiklar guruhiga qaraganda xavfsizroqdir. O'zbekistondan mahalliy dori sotib olishim mumkinmi? Albatta, ular O'zbekistonda mahalliy dori-darmonlarni sotib olishlari mumkin. Hindistonga kelib, Hindistondan olishning hojati yo'q.